Assalomu alaykum. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20-24 sentyabr kunlari Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 80-yubiley sessiyasi tadbirlarida ishtirok etish uchun amaliy tashrif bilan Nyu-York shahrida bo'ldi. Prezidentimizning Amerika Qo'shma Shtatlariga tashrifi tom ma'noda tarixiy voqeadir. O'tkazilgan muhim rasmiy uchrashuvlar, samarali kelishuvlar, muzokaralar, davlatimiz rahbarining Birlashgan Millatlar Tashkilotining yuksak minbarida yangragan nutqi Yangi O'zbekistonning xalqaro maydonda o'ziga xos pozitsiyasini namoyon etdi. Hozir ushbu tarixiy tashrif, xususan Prezidentimizning Birlashgan Millatlar Tashkilotida so'zlagan nutqi va unda ilgari surilgan tashabbuslariga bag'ishlangan maxsus hujjatli filmning 5-qismini e'tiboringizga havola qilamiz. It's a great honor to be with the President of Uzbekistan. Bugun bashariyat taqdiri, zakovat va jasorat sohiblari, haqiqiy qutqaruvchilar zimmasida. Qarshi ol dunyo, O'zbek kelayotir. Qarshi ol yangi O'zbekiston, o'z so'zini aytishga tayyor. Bu so'z adolat haqida, tinchlik haqida, inson qadri haqida. Yangi O'zbekiston yo'li, dunyo e'tirof etgan haqiqat. Orol dengizi qurishining salbiy oqibatlari jahon hamjamiyatining doimiy diqqat markazida bo'lishi lozim. Orol muammosi. Bu masala jahon hamjamiyatining doimiy diqqat markazida bo'lishi shart. Kelajak uchun jiddiy global tahdid, suv inqirozi. Suv muammosini barqaror taraqqiyot uchun xavf sifatida rasmiy belgilash. Tan olinmagan, lekin o'sib borayotgan xavf. Iqlim migratsiyasi, insoniyatga tahdid. Hali hech kim yechim bermagan masala. Iqlim o'zgarishi oqibatida kuchayib borayotgan migratsiyaga oid global pakt qabul qilish tashabbusi. Bu davlatimiz rahbarining dunyo hamjamiyati oldiga qo'ygan masalalari. Birlashgan Millatlar Tashkiloti sammitidagi nutqning ekologik muammolarni hal etishga qaratilgan muhim mesajlaridir. Nafaqat mamlakat, mintaqa, balki dunyo aholisi uchun birdek manfaatli bo'lgan bu tashabbuslar barcha davlatlarni global xavf-xatarlar oldida birlashishga, hamkorlikda harakat qilishga chaqiruvdir. Davlatimiz rahbari doimiy ravishda Birlashgan Millatlar Tashkiloti sessiyalarida 2023-yilda Dubayda o'tkazilgan Butunjahon iqlim sammiti COP28, 2024-yilda Bakudagi COP29 va boshqa nufuzli anjuman hamda tuzilmalar sammitlarida ham ekologiya va atrof muhit masalasiga alohida to'xtaladi. Xo'sh, nega Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev iqlim o'zgarishi masalasiga bu qadar jiddiy e'tibor qaratyapti?
Boisi, bugungi kunda iqlim o'zgarishi muammosi dunyo siyosatidagi eng dolzarb mavzulardan biriga aylandi. Davlatimiz rahbari esa iqlim o'zgarishini ertangi avlod oldidagi sinov deb baholaydi. Shundan kelib chiqib, uning tashabbuslari kelajak uchun javobgarlikni va inson qadrini ham o'z ichiga oladi. Iqlim o'zgarishi endilikda faqat qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat xavfsizligi yoki tabiiy resurslar sohasida emas, balki mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik, transport logistikasi, savdo aylanmasi kabi strategik tarmoqlarga ham bevosita salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu jarayon ko'p hollarda ko'rinmas, lekin juda ta'sirchan. Yo'llarning yo'qolishi, savdo yo'nalishlarining uzilishi, ta'minot zanjirlarining buzilishi, tovar yetkazib berishda kechikishlar. Bularning barchasi ortida iqlim o'zgarishining aniq izlari turibdi. Tabiiyki, bu aholi farovonligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mana nima uchun prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev xalqaro miqyosda iqlim masalasiga jiddiy yondoshib, nafaqat milliy, balki mintaqaviy va global miqyosda ham faol tashabbuslar bilan chiqmoqda. Chunki masala odamlar hayoti va farovonligi bilan chambarchas bog'liq. O'zbekistonning iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish borasidagi pozitsiyasi bu strategik yondashuv, amaliy harakatlar va xalqaro sheriklikka tayanadigan mustahkam platformadir. Bu tashabbuslar nafaqat milliy darajada, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasi uchun sinov bo'lib turgan real tahdidlarga qarshi yo'naltirilgan. Davlatimiz rahbari tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti yashil sammitlar va mintaqaviy muloqotlarda aytilayotgan fikrlar dunyo jamoatchiligini inert holatdan harakatga chaqirmoqda. O'zbekiston prezidentining har bir so'zi, har bir tashabbus aniq loyiha, qo'shma dastur va amaliy harakat bilan bog'langan. Bu qurg'oqchilik va cho'llanishga qarshi amaliy dasturlar, yashil energetika, qayta tiklanuvchi manbalarga o'tish bo'yicha investitsiyaviy loyihalar, Orol fojiasini global muammo sifatida tan olish va hal qilishga qaratilgan nufuzli forum, xalqaro tashkilotlar bilan birgalikda iqlim moliyasi, innovatsiyalar va ta'lim sohalarida olib borilayotgan hamkorlik platformalari. Bu gal ham O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 80-sessiyasi umumsiyosiy munozaralardagi nutqida tobora o'tkir tus olayotgan iqlim o'zgarishi muammolariga yana bir bor to'xtaldi. Tobora o'tkir tus olayotgan iqlim o'zgarishi muammolariga ham alohida to'xtalmoqchiman. Jumladan Orol dengizi qurishining salbiy oqibatlari jahon hamjamiyatining doimiy diqqat markazida bo'lishi lozim. Biz Orol bo'yi ekotizimining qayta tiklash bo'yicha ishlarni izchil davom ettiryapmiz. So'nggi yillarda dengizning qurigan tubida 2 million gektar maydonda sho'rga chidamli cho'l o'simliklari ekildi. 2030-yilgacha ushbu hududning 80% qismida yashil qoplamalar hosil qilinadi. Climate change is one of the most important issues happening to the entire Earth at this time. Iqlim o'zgarishi bugungi kunda butun sayyoramiz oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri. Meni quvontirgan jihati shundaki, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 80-sessiyasida ushbu masalaga urg'u qaratgan rahbarlar orasida yetakchi bo'ldi. Shu bois ham boshqa davlatlar rahbarlari ham uni qo'llab-quvvatlashlarini ta'kidlashdi. Bu esa mamlakatingiz yetakchisining jahon hamjamiyati e'tiborini jiddiy muammolarga dadil qaratayotgan dalolat beradi. O'zbekistonning o'zi bu yo'nalishda anchagina natijalarga erishgan. Orol inqirozi oqibatlarini yumshatishga qaratilgan sa'y-harakatlar, suvni tejash borasidagi dasturlar shular jumlasidan. O'zbekistonning mintaqada birinchi bo'lib shunday tashabbuslarni ilgari surayotgani va yetakchilik qilayotgani katta natija. Eng e'tiborlisi esa bu masalalarni prezidentingiz global dunyo kun tartibiga qo'ygani. Birgalikda, hamkorlikda harakatlarni birlashtirish orqali ekologik muammolarni bartaraf
tark etishga chaqirayotganida bu lider rahbarning dunyoga aytgan so'zi deb bilaman. Terribly important. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan so'zlagan nutqi insoniyat oldida turgan ekologik muammolarga jiddiy va mas'uliyatli yondashuv namunasi bo'ldi. Balki aniq harakatga chaqiruv, amaliy yechimlar va global sheriklik taklifini o'z ichiga oldi. O'zbekistonning iqlim masalasida tutgan yo'li bu kelajak uchun mas'uliyat hissi, atrof muhitga hurmat va insoniyat uchun umumiy qayg'urishning oliy namunasidir. In the case of Uzbekistan, I'd say that its ongoing water challenges with obviously the Aral Sea disaster are certainly O'zbekiston misolida aytadigan bo'lsam, suv va tabiiy resurslar Orol muammosi davlatingiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning doimiy e'tibor markazida. Xususan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining 80-sessiyasidagi tarixiy nutqida ham bu masalada muhim tashabbuslarni ilgari surdi. Chunki suv tanqisligi kelgusida butun boshli mintaqalar kelajagiga xavf soluvchi jiddiy xatardir. Qishloq xo'jaligi ekinlari yetishtirishning istiqboli, oziq-ovqat xavfsizligi, xalqlarning farovonligi, ob hayotga bog'langan. Shu sababli O'zbekiston keyingi davrda suv tejovchi texnologiyalarga alohida urg'u beryapti. Olimlarning ishlanmalari fermerlar faoliyatiga tatbiq etilmoqda. O'zbekiston rahbari ushbu masalaning mohiyatini yaxshi biladi. Shuning uchun ham uning yuksak minbardagi takliflari ko'pchilik davlatlar uchun birdek qiziq va dolzarb. Shuningdek, mamlakatingiz rahbari aholi uchun munosib turmush sharoitini yaratish, bu borada esa nafaqat qo'shni davlatlar, balki Yevropa va boshqa mamlakatlar bilan har tomonlama aloqalarni mustahkamlab bormoqda. Bu esa o'zining ijobiy natijasini barcha sohalarda namoyon etyapti. Yana bir e'tiborli jihat Prezident Shavkat Mirziyoyev va Donald Trampning o'zaro muloqoti bilan bog'liq. Yaqindagina bo'lib o'tgan Nyu-Yorkdagi uchrashuvda ham ko'plab istiqbolli yo'nalishlar ko'rib chiqildi. O'zbekiston Amerika munosabatlarida yangi davr, yangi bosqich boshlandi. O'ylaymanki, bu hamkorlik ikki davlat uchun ham manfaatli bo'ladi. Prezidentimiz eng avvalo tobora o'tkir tus olayotgan iqlim o'zgarishi muammosiga qayta va qayta to'xtalib, uning eng achinarli ko'rinishi sifatida Orol dengizi fojiasini ko'rsatdi. Butun insoniyat uchun og'riqli dars. Shu bois jahon hamjamiyatining bu ofatga bo'lgan munosabati doimiy ravishda diqqat markazida bo'lishi shartligini yana bir bor kun tartibiga qo'ydi mamlakatimiz yetakchisi. Va buning natijasida biz ko'rib turibmizki, BMT dargohida ilgari surilgan O'zbekiston tashabbuslari BMTning 13 ta rezolyutsiyalari ko'rinishida qabul qilinganligini o'zi ham bu bir tomondan O'zbekistonning tashabbuslari qanchalik ahamiyatli ekanligini ko'rsatsa, ikkinchi tomondan dunyo hamjamiyati ham mana shu tashabbuslarga xayrixohligini ko'rsatadi. Hozirda global hamjamiyatni tashvishga solayotgan bu albatta Orol masalasi. Mazkur masalaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekiston prezidenti mana 78-sessiyada ham, mana bu 80-sessiyada ham alohida to'xtalganliklari bu qanchalik mazkur masala muammoli ekanligi va tizimli yechim birinchidan talab qilishi, ikkinchidan albatta bu masalaga xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlikda yechim topilishi muhim ekanligini ko'rsatadi. Cho'l hududlarini yashillashtirish masalasi bu O'zbekiston klimat strategiyasidagi asosiy masalalardan biri va mazkur masala bo'yicha tizimli ishlar qilinyapti. Ko'chat ekish bilan birgalikda ta'kidlash lozimki, o'sha chidamli urug'larni yetishtirishga mana katta ham ilmiy, ham moliyaviy resurslar yo'naltirilayotganligini alohida ta'kidlashimiz lozim. Undan tashqari biz global jarayonda o'sha yashil makon dasturi ilgari surilayotganligidan kelib chiqib, aynan O'zbekistonda o'sha yashil makon bo'yicha o'ziga xos tajriba shakllanganligi, yiliga 200 milliondan ortiq daraxt va ko'chatlar ekilayotganligi va bu tashabbuslar nafaqat Orolbo'yi hududida, balki mamlakatimizning barcha hududida amalga oshirilayotganligi bu yashil belbog'lar tashkil qilinayotganligini ko'rsatadi. Undan tashqari albatta bu jarayonda 2018-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Trust jamg'armasi tashkil qilinganligi va bu jamg'arma ham mana shu ishlarni moliyalashtirishda katta o'sha samara berayotganligini ko'rishimiz mumkin. Hali sobiq ittifoq davridayoq o'zining achchiq kelajagidan ishorat bera boshlagan
Orol muammosiga afsuski o'z vaqtida yetarlicha e'tibor berilmadi. Mustaqillik yillarida ham Orol bilan bog'liq talay loyihalarga qo'l urildi, biroq ularning birortasi dengizni asrab qolish, inqiroz oqibatlarini yumshatishga xizmat qila olmadi. Shu tariqa millionlab insonlarning hayoti, taqdiri, kelajagiga bog'liq bu muammo eski yaradek esdan chiqdi. Lekin uning yurakni ezuvchi og'riqlari bir zum ham tingani yo'q. Faqat gazak oldi xolos. Keyingi 8 yil esa Orol taqdiri uchun nafaqat takliflar, loyihalar, balki amaliy harakatlar davri bo'ldi. O'zbekiston prezidenti ilgari surgan tashabbuslar Orol muammosi oqibatlarini bartaraf etishni umummilliy masaladan global miqyosga ko'tardi. Consistent attention of highest level politicians like the President of Uzbekistan. O'zbekiston prezidenti kabi eng yuqori darajadagi siyosatchilarning doimiy e'tibori atrof muhit muhofazasi, Orol bo'yi va uning aholisi xavfsizligi uchun nihoyatda muhim. Shavkat Mirziyoyev bu masalaga allaqachon bir necha bor dunyo e'tiborini qaratgan. Xo'sh, nega? Chunki bugungi kunda dunyoda 2 milliarddan ortiq odam ichimlik suvidan, 3 milliarddan ortiq odam esa suv va sanitariyadan foydalanish imkoniyatidan mahrum. 100 dan ortiq davlat shunday qiyinchiliklarni boshdan kechirmoqda. Orol dengizi dunyodagi eng yirik ichki suv havzalaridan biri bo'lgan, ammo 1960-yildan buyon 90% gacha qisqardi. Endi esa imkon qadar bor narsani saqlab qolish, ekotizimni qayta tiklash va uni odamlar foydasiga xizmat qildirish zarur. Davlatingiz rahbarining bundan bir necha yil oldin Orol dengizi bu faqat xavf emas, innovatsiya hamdir. Uni saqlab qola olmadik, biroq hozirgi holatda u yerda yashayotgan insonlar uchun sharoit yaratishimiz mumkin degan so'zlari meni va ko'pchilikni hayratga solgandi. Bugun bu maqsadlar reallikka aylandi. Bunday tashabbuslarda biz kabi ilmiy tashkilotlar hamkor sifatida tadqiqotlar olib borib barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga hissa qo'shmoqdamiz. Atrof muhitni to'g'ri himoya qilsak, odamlarga qulay yashash muhiti yaratiladi. Shu bois O'zbekistonda olib borilayotgan ko'chat ekish ilmiy ma'lumotlarga ko'ra eng samarali yo'llardan biridir. Prezidentingiz esa buni yaxshi anglagan holda bu masalaga doimo e'tibor qaratadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning siyosiy irodasi orqali bugun nafaqat suvsiz qolgan dengiz, balki suvsiz qolgan insoniylik qayta tiklandi Mo'ynoqda. So'nggi yillarda Orol bo'yi mintaqasi ekologik barqarorligini ta'minlash va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha prezidentimiz tomonidan qator tashabbuslar ilgari surildi. Davlatimiz rahbarining qat'iy irodasi va ezgu tashabbuslari orqali Orol faqat xaritada emas, insonlar qalbida ham qayta jonlana boshladi. Prezidentimizning Birleşken Milletler Şurkumining Bas Assambleyasining 80-yubiley sammitinde ulama ham xalqimizning ham dunyojulik jamoatining bir aktual meselelerini koyup berdi desek hakikat bo'ladi. Masalan, sol Aral problemasının, Aral dögöründегі жағдайды жақсылау бойынша айтатын болсақ, өзінің президенттік дәуірінде ең басында үлкен бір проблеманы қойып, Өзбекстан мемлекетінің социалдық саясатының орайына ең шеткі аймақтарды қойды. Мәдениет Мойнақтан басланады деп айтқан сөзін келтірмекшімін. Сол жерде тек мәдениет hakkında кетіп атқан жоқ, яғни Арал бойы аймағының экологиялық жағдайын жақсылау соның бір басты орайында тұрды десек дұрыс болады. Бұрын Қарақалпақстан Арал катастрофасының орайында жайласқан деген пікір тек біздің халқымызда емес, дүние жамаатшылығының арасында болатын еді. Бүгінгі күнде келіп Арал бойы худуды, соның ішінде айрықша Қарақалпақстанда ham ekologiyalik жағдай жақсыланып атқан, ham экономикалық жағдай жақсыланып атқан, социалдық жағдай жақсыланып атқан, тез пәтерлермен рауажданып атырған аймаққа айланды деген пікірді ham халқымыздан алып атырды, ham дүние жамаатшылығы tan алып атырды. 2018 жылы май айында болған тұзлы, құмлы дауылларды алып қарайтын болсақ, дерлік Қарақалпақстанда, Хорезмде, әттекі Бұхараға шекем
сол барып, ауыл қожалық өнімдерінің аппақ тұзбен жауылып қалған көрген уақытта халқымыз жүдә үлкен қауіптерділікке түсіп еді. Сол 2 миллион гектардан артық аралдың ұлтаны жасыл қаплаумен қаплау, міне бүгінгі күнге жегіп көріп, ондай нәрсені көрмедік. Сол нәрсенің тоқтағанын мен айрықша айтқым келеді. Сол жерде халықтың разышылығын тәмінлеуде сол жаңа инновациялық, экологиялық технологиялардың енгізілуі, һәм сонымен бір қатарда экономикалық, инвестициялық, һәм социалдық бағдардағы алып барып отырған жұмыстары бүгін халқымыз қуанышпенен барлық уақытта тілінде, qalbinde жүргенін айрықша айтады. Bu o'zgarishlar o'z-o'zidan osonlikcha bo'lib qolyapti degan odam eng kamida yanglishgan bo'ladi. Bularning barchasining ortida davlat rahbarining yurt qayg'usida kechgan beorom kunlari, mashaqqatli mehnatlari bor. Ayonki, Orol dengizining qurigan tubidan millionlab tonna chang va zaharli tuzlar ko'tarilib, katta hududga tarqalar edi. Davlatimiz rahbari Orol dengizining qurigan joyiga borib, vaziyat bilan tanishgach, tumanning ekologik sharoitini hisobga olgan holda yashil qoplarni ko'proq barpo etish kerakligini ta'kidlab o'tdi. Xususan, prezidentimiz 2018-yili Mo'ynoqqa tashrifi chog'ida olimlar bilan maslahatlashib, u yerda sho'rga chidamli o'simliklar ekish vazifasini qo'ydi. O'tgan yillarda dengizning suv qurigan qismida 2 million gektar to'qayzor barpo etildi. Bu o'z navbatida ekologik sharoitni yaxshilashga va Orol bo'yi mintaqasida istiqomat qiluvchi xalqining salomatligini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Dunyoda bo'lmagan bir yirik bir eksperiment, ya'ni 2 million gektar hudud yashil qoplamalar bilan ham qoplandi va 2030-yilga kelib ushbu hududimiz 80% yashil qoplamalar bilan demak ta'minlanadi. Bu degani bu hududda, bu mintaqada qum bo'ronlarini kamayishiga, bundan tashqari o'sha yerdagi yashayotgan aholini sog'ligiga juda ham ko'p salbiy ta'sir ko'rsatayotgan turli boshqa omillarni bartaraf etishga biz erishamiz va bunda alohida ta'kidlash joizki, ayni cho'llanishga qarshi kurashish konvensiyasining rahbari janob Ibrohim Tiyov ta'kidlarki, dunyoda juda ham ko'p davlat rahbarlari cho'llanishga qarshi, iqlim o'zgarishiga kurashish, adaptatsiya, mitigatsiya masalalariga juda ham katta e'tibor berilsa-da va ko'p gapirilsa-da, O'zbekistonda haqiqatan ham amaliy ishlar oshirilayotgani u kishini hayratga soldi va o'zlari bevosita o'sha Orol tubidagi qilinayotgan yashil hududlarni, qoplamalarni borib ko'rganlarida buni butun dunyoga biz tanishtirishimiz kerak alohida ta'kidlagandilar va o'zlari ham yirik xalqaro anjumanlarda O'zbekistonning tajribasini butun dunyoga buni o'zlari ham ko'plab targ'ibot qildilar. Я считаю, что те задачи, те основные моменты, которые изложил наш уважаемый президент, Ishonchim komilki, hurmatli prezidentimiz tomonidan belgilangan vazifalar va asosiy yo'nalishlar albatta ulkan samara beradi. Qarang, bugunga kelib 2 million gektar himoyaviy o'rmonzorlar barpo qilindi. 3000 gektarga yaqin cho'l butazor yerlar yaratildi. Dubayda bo'lib o'tgan iqlim o'zgarishi sammitida Janubiy Koreyadan Nobel mukofoti sohibi nutq so'zlab, o'z so'zida bu o'zbek xalqi qanday buyuk xalq ekan, ular suv qolmagan, gumus yo'q, o'g'itsiz tuproqda bunday o'rmonlar yarata oldi. Bu xalq Nobel mukofotiga loyiq deb aytgan edi. Men bir narsani aniq aytishni istayman. Bu yer bizning yurtimiz, bizning ona zaminimiz. Biz uning taqdiri uchun, uning kelajagi uchun javobgarmiz. Biz farzandlarimizga quruq, tuzli cho'llar qoldirmasligimiz kerak. Biz ularga yashil O'zbekistonni qoldiramiz. Insonlar shod, baxtli yashaydigan zamin qoladi. O'zbek xalqida bitta buyuk fazilat bor. Qaysi ishni boshlasa, albatta oxirigacha yetkazadi. Ham vaqtida, ham sifatli qilib bajaradi. У узбекского народа есть одна хорошая черта. Все, что они наметили, они обязательно сделают в срок и сделают качественно. yilning 27-noyabrida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Orol bo'yi mintaqasi uchun inson xavfsizligi bo'yicha ko'pshiriklik trust fondi tashkil etildi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi
global kun tartibiga qo'ygan masalalari natijasida 2021-yil 18-may kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-sessiyasi yalpi majlisida Orolbo'yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e'lon qilish to'g'risidagi maxsus rezolyutsiya qabul qilindi. Bu tashabbus ekologik toza texnologiyalarni ishlab chiqish va amalga oshirishga xorijiy investitsiyalarni jalb etish uchun sharoit yaratish, yashil iqtisodiyot, ekologik toza energiya va suv tejaydigan texnologiyalar tamoyillarini kompleks tatbiq etish, cho'llanish va ekologik migratsiyaning davom etishiga barham berish, ekoturizmni rivojlantirish va boshqa chora-tadbirlarni amalga oshirish imkonini berdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining atrof muhit bo'yicha dasturi tashkilotning ekologiya sohasida yetakchi agentligidir. Biz BMT tizimidagi hamkorlarimiz va a'zo davlatlar bilan birgalikda iqlim o'zgarishi, biologik xilma-xillikning yo'qolishi, chiqindilar va ifloslanish kabi sayyoraviy inqirozlarni hal etish ustida ishlayapmiz. Buning doirasida Markaziy Osiyo mamlakatlari jumladan O'zbekiston bilan ham hamkorlik qilib muammolarga yechim izlamoqdamiz. O'zbekiston rahbari boshchiligida ayni yo'nalishda katta qadamlar tashlanmoqda. Birgina misol yashil makon tashabbusi bu O'zbekistonda amalga oshirilayotgan yirik loyihadir. Yerlarning degradatsiyasi bugungi sayyoraviy inqirozning yana bir muhim muammosi. Yaxshi bilamizki, O'zbekiston yerlarni qayta tiklash borasida katta tashabbuslarni amalga oshirmoqda. Biz O'zbekiston bilan ko'plab sohalarda samarali hamkorlik qilyapmiz. Shu yili yana bir tadbir xavf ostidagi turlar bo'yicha anjuman Samarqandda o'tkaziladi. Bu ham juda muhim tadbir. Biz O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi xavfini bartaraf etishdagi yetakchilik pozitsiyasini yuksak qadrlaymiz. Bu boshqa mamlakatlarga ham namuna bo'la oladi. Dunyoda suvsizlik, toza ichimlik suviga bo'lgan talab tobora ortib borayotgan bir paytda mamlakat yetakchisining siyosiy irodasi tufayli Orol bo'yiga hayot qaytdi. Odamlarda ertangi kunga ishonch va umid paydo bo'ldi. Vaholanki ayni paytda dunyo bo'ylab 2 milliardga yaqin inson toza ichimlik suvidan bebahra qolmoqda. Yana bir muhim muammo bu suv resurslarining taqchilligidir. Hozirda dunyo aholisining 2 milliarddan ortig'i toza ichimlik suvidan foydalanish imkoniyatiga ega emas. Biz mamlakatimizda suvni tejash bo'yicha butun jahon forumini o'tkazishni rejalashtirganmiz. Mazkur anjuman yakunlari bo'yicha suv inqirozini barqaror taraqqiyot uchun jiddiy tahdid sifatida belgilash mo'ljallanmoqda. Bu borada global darajada innovatsiya texnologiyalarini joriy etish uchun alohida yo'l xaritasini qabul qilish niyatdamiz. Ha, iqlim o'zgarishi, issiqlik mavsumlari uzayyapti. Yomg'irlar kamaymoqda. Cho'llanish kengaymoqda. Bu jarayonlardan eng og'ir ta'sirni suv manbalari ko'rmoqda. Suv hayot asosi, ammo bu hayot manbai tobora kamayib bormoqda. Shu bois zamonaviy dunyo uchun global xavflar ichida iqlim o'zgarishi birinchi o'rinda turibdi. O'zbekiston uchun esa iqlim o'zgarishi muammosi hayotiy ahamiyatga ega. Shu bois davlatimiz rahbari Birlashgan Millatlar Tashkiloti 80-sessiyasida tashkilot tuzilmalari bilan mintaqada qator yangi loyiha va dasturlarni amalga oshirishni, jumladan EcoSource va UNICTAD shaffayligida Markaziy Osiyo davlatlarining iqtisodiy taraqqiyoti masalalariga bag'ishlangan xalqaro forum o'tkazish, UNIDA bilan sanoatda yashil texnologiyalar mintaqaviy hubini tashkil etish, mintaqamizda suv resurslaridan oqilona foydalanish, yashil makon barpo etish hamda demografik barqarorlikka erishish bo'yicha dasturlarni qabul qilishni taklif etdi. O'zbekistonning bu tashabbusi esa xalqaro huquqdagi mavjud mexanizmlarni mustahkamlashga qaratilgan amaliy qadam sifatida ekspertlar tomonidan munosib e'tirof etilmoqda. На этом фоне международное сообщество Bu jarayonda jahon hamjamiyati O'zbekiston yetakchisining tashabbuslarini yuqori baholayapti. Ushbu tashabbuslar aniq natijalarga qaratilgan amaliy harakatlarni o'z ichiga oladi. Suv barcha tirik jonga hayot baxsh etadi.
lekin har doim ham uning qimmatini to'g'ri baholayvermaymiz. O'zbekistonda suvni tejash bo'yicha Butunjahon forumining o'tkazilishi shubhasiz e'tiborni o'ta muhim muammoga qaratishga xizmat qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tasnifiga ko'ra mamlakatlarimiz toza ichimlik suvi ta'minoti bo'yicha allaqachon qizil hududga kiritilgan. Yildan yilga suv bilan bog'liq vaziyat faqat og'irlashyapti. To'g'ri, bugungi avlod hayoti uchun balki bu unchalar ham qiyinchilik tug'dirmas. Ammo gap Markaziy Osiyo xalqlarining kelgusi avlodlari haqida ketyapti. Avlodlar o'rtasidagi uzviylik buzilmasligi kerak. Markaziy Osiyoda hayot izdan chiqmasligi, odamlar esa tinchlik va farovonlikda yashashlari kerak. Prezident Mirziyoyevning uzoqni ko'zlagan va muhim tashabbuslari ana shu maqsadga xizmat qiladi. Из данной инициативы президента Мирзиёева. Iqlim o'zgarishlari, aholi sonining oshishi, iqtisodiyot tarmoqlarining rivojlanishi natijasida suvga bo'lgan talab yildan yilga o'sib bormoqda. Tahlillarga ko'ra, keyingi 5-10 yillikda mamlakatimiz aholisining soni 50 millionga yetishi aytilmoqda. Shu bois qishloq xo'jaligida mavjud suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishda tejamkor zamonaviy sug'orish agrotexnologiyalarini keng joriy qilishni davrning o'zi taqozo etyapti. Davlatimiz rahbarining ta'biri bilan aytganda, suv tanqisligi muammosining yagona to'g'ri yechimi suvni tejovchi texnologiyalarni joriy etish va ariqlarni betonlash hisoblanadi. Va bu borada ham yangi O'zbekistonning o'z tajribasi bor. Xususan, qishloq xo'jaligi ekinlari yetishtiriladigan maydonlarda to'liq suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish ustuvor vazifa sifatida belgilab olingan bo'lib, so'nggi yillarda respublika bo'yicha 2,1 million gektar maydonda suv tejovchi texnologiyalar joriy qilingan. Bu tarmoqda mahalliylashtirish 80% ga yetkazildi. Bu suv manbalarining asosiy qismini ekin maydonlariga yo'naltiriladigan mamlakat uchun o'ta dolzarb va hayotiy masala. Es ist immer ein Genuss, den Reden von Präsident Shavkat Mirziyoyev zuzuhören. Denn Prezident Shavkat Mirziyoyevning xalqaro anjumanlardagi nutqlarini katta qiziqish bilan kuzatib boraman va bu nutqlar har safar o'zining konstruktiv xarakteri bilan e'tiborimni tortadi. O'zbekiston rahbarining Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 80-yubiley sessiyasidagi chiqishida ham aynan shu jihatlarni kuzatdim. Prezident o'z nutqida nafaqat mamlakat yoki mintaqa, balki butun insoniyat manfaatlariga xizmat qiladigan taklif va tashabbuslarni ilgari surdi. Biz hayot uchun doim suvga muhtojmiz va muhtoj bo'lib qolamiz. Prezidentning suv omborlari yetarli bo'lishi, barchani suv bilan ta'minlash choralarini hozirdanoq ko'rish zarurligi to'g'risidagi fikrlari butun dunyo hamjamiyati oldida turgan muhim vazifalardan biri. Aks holda qurg'oqchilik va suv tanqisligi dunyoda nizo va mojarolarga olib keladi. Kuzatuvlarimdan kelib chiqib shuni aniq ayta olamanki, O'zbekiston rahbari har bir insonning, oddiy odamlarning turmushi yaxshilanishi, ularning farovon hayoti ta'minlanishini maqsad qilgan. Bugungi dunyoda har bir mamlakat, har bir jamoa, har bir shaxs ekologik mas'uliyatni his etishi kerak. Bu umum insoniy vazifa. Suvdan oqilona foydalanish, qayta tiklanadigan manbalarni rivojlantirish, tabiat bilan munosabatlarda ehtiyotkorlikni birinchi o'ringa qo'yish. Sirasini aytganda, o'zgarishga intilish, chunki iqlimni saqlash kelajakni saqlash demakdir. Suvni asrash hayotni asrash demakdir. Shu bois ham davlatimiz rahbari xalqaro tashkilotlar va tuzilmalar oldiga ayni shu masalani qo'ymoqda. Dunyo iqlim o'zgarishi fonida suv resurslarini saqlash, xalqlar uchun manfaatli loyihalarni amalga oshirish. Bugun mamlakatimizning mavjud 44,8 million gektar yerining bor yo'g'i 9,7% yoki 4,3 million gektari sug'oriladigan maydonlar. Bizda sug'oriladigan maydonlarimiz chegaralangan. Suv resurslarimiz kamayib boryapti. Aynan mazkur yo'nalishda davlat rahbarining tashvishlari juda yuqori va mazkur masalada har bir ichki yig'ilishlarda, ichki siyosatda ko'plab yechimlarni beradilar, ko'plab takliflarni beradilar va bugun ko'plab qaror farmonlar qabul qilindiki, bu sohada kodekslar qabul qilindi. Masalan, suv kodeksi, yer kodeksi,
va mana dala chetlaridan foydalanish. Albatta bular endi kelajakda mazkur sohani rivojlantirishga qaratilgan katta harakatlar, sa'y harakatlar. Bugun o'sib kelayotgan aholimizni oziq-ovqat bilan xavfsizligini ta'minlashda yer juda ham muhim masala. Yerlarni degradatsiyasini to'xtatish, sho'rlanishni kamaytirish, unumdorligini saqlash va oshirish bu juda ham dolzarb masala sifatida ko'riladi qishloq xo'jaligida. Shu o'rinda aytishimiz kerak, davlatimiz rahbari uzoqni ko'ra oladigan, bila oladigan shaxs sifatida bu sohada ham juda katta yo'nalishni berdi. Yevropa iqtisodchi olimlarining fikriga ko'ra, iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatishga sarflanadigan bugungi $1 mablag' kelajakda kamida $3 ziyod qiymatda bo'lib qaytadi. Har qatra suv bu kelajak va taraqqiyot omilidir. Shu bois ham so'nggi yillarda mamlakatimizda aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, hatto yillarki suv yetib bormagan hududlarni ham suvlashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Very focused on water and water concerns as it should be. Odamlarning suvdan foydalanish imkoniyati mavjudligi juda muhim. Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida bugun mamlakatda aholini toza suv bilan ta'minlash darajasi oshib bormoqda. Dunyo bo'ylab ko'plab mintaqalarda milliardlab insonlar bu muammodan aziyat chekayotgan bir paytda yurtingizda ijobiy o'zgarish kuzatilyapti. Bu bir kunda sodir bo'ladigan narsa emas albatta. Bu davlat rahbaringizning global muammolarga befarq emasligi va xalqiga bo'lgan mehrdan darak. Prezident Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 80-yubiley sessiyasida so'zlagan nutqi nihoyatda muhim bo'ldi. U Markaziy Osiyoda iqlim o'zgarishining xavfli jihatlari haqida ogohlantirdi. Shaxsan men prezidentingiz boshchiligida yo'lga qo'yilgan Yashil makon loyihasini juda ajoyib tashabbus deb bilaman. Daraxtlar butun mintaqaning ekologiyasini o'zgartiradi. Havoni zararli moddalardan filtrlab tozalaydi va mintaqaga suvni ushlab turishda yordam beradi. Bunday choralar boshqa mamlakatlar uchun ham ajoyib namuna. Prezident Mirziyoyev ta'kidlaganidek, bugun Markaziy Osiyoning global muammolarga o'z yechimlari, o'z ovozi bor. Prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan strategik vazifalar asosida iqtisodiyotni iqlim o'zgarishlariga moslashtirish, uglerod neytralligiga erishish va yashil energetika ulushini oshirish yo'lida amalga oshirilayotgan ishlarning yorqin ifodasi sifatida bugungi kunda yurtimizda umumiy quvvati 4682 megawatt bo'lgan 12 ta quyosh fotoelektrostansiyasi va 5 ta shamol elektrostansiyasi ishlab turibdi. Joriy yilning shu kuniga qadar mamlakatimizdagi quyosh va shamol elektr stansiyalari tomonidan ishlab chiqarilgan elektr energiyasi 13,5 milliard kilovatt soatga yetdi. Quvonarlisi, ushbu ko'rsatkichning 22%ni yashil energiya, ya'ni qayta tiklanuvchi manbalar orqali olingan energiya tashkil etmoqda. Bu esa mamlakatimizda ekologik barqarorlikni ta'minlash, energiya manbalarini diversifikatsiya qilish va quyosh hamda shamol kabi toza energiya turlaridan keng foydalanish borasida amalga oshirilayotgan islohotlarning samarasidir. Albatta bunday ulkan yutuq va o'zgarishlarning asosida davlatimiz rahbarining qat'iy siyosiy irodasi, strategik qarashlari hamda yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha belgilab berilgan aniq maqsad va vazifalarning ijrosi o'z ifodasini topgan. President Mirziyoyev gave a very a good vision of the Janob Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida mamlakat taraqqiyoti uchun muhim qarashlarni ilgari surdi. Mintaqaviy hamkorlik, energetika sohasida integratsiya, ayniqsa iqlim o'zgarishi va yashil iqtisodiyotga o'tish masalalari g'oyat dolzarb. O'zbekiston va Osiyo taraqqiyot banki o'rtasidagi hamkorlik doirasida biz mamlakatni aynan shu yo'nalishlarda qo'llab-quvvatlab kelyapmiz. Albatta O'zbekiston tabiiy resurslarga, jumladan tabiiy gazga boy mamlakat, ammo hukumat iqlim o'zgarishi aholining zaif qatlamlariga ta'sir ko'rsatishini yaxshi biladi va energiya manbalarini diversifikatsiya qilish vaqti kelganini anglamoqda. Ilgari energiya ishlab chiqarish ko'proq tabiiy gaz va qazilma yoqilg'ilariga bog'liq bo'lgan bo'lsa, endi 2030-yilgacha qayta tiklanuvchi energetikaning ulushini oshirish bo'yicha maqsad qo'yilgan. Biz ham Navoiy, Samarqand, kelgusida esa Qoraqalpog'istonda quyosh va shamol elektr stansiyalariga investitsiyalar yo'naltirishda hamkorlik qilyapmiz. Bu yo'nalish mamlakatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.
Iqlim o'zgarishi faqat bir mamlakat muammosi emas, bu global va mintaqaviy manfaatlarga aloqador mavzu. Suv resurslari taqchilligi masalasi ham xuddi shunday. O'zbekiston quyi oqimda joylashgan mamlakat bo'lib, qo'shni davlatlar bilan chambarchas bog'liq. Shu bois mintaqaviy hamkorlik nihoyatda muhim. Bilamizki, hukumat Orol bo'yicha maxsus jamg'armaga ham mablag' yo'naltirgan va bu suvda tejashni rag'batlantiruvchi choralarni amalga oshirishga xizmat qilmoqda. So'nggi yillarda suvni tejash, qishloq xo'jaligi texnologiyalari, kam suv talab qiladigan yoki tuproq unumdorligini oshiradigan ekinlarni tanlash bo'yicha ko'plab yangi texnologiyalar ishlab chiqildi. Bularning ortida esa davlatingiz rahbarining sa'y-harakatlari yotibdi. Yana bir jihatga e'tibor qaratish darkor. So'nggi yillarda mintaqaviy hamkorlik kuchaydi. O'zbekiston prezidentining tashabbusi bilan ko'plab chegaralar aro bitimlar, suvdan foydalanish bo'yicha muloqotlar yo'lga qo'yildi. Bu energiya ishlab chiqarish, suv resurslarini boshqarish va qishloq xo'jaligi o'rtasidagi uzviylikni ta'minlamoqda. Suv, energetika, qishloq xo'jaligi uchligi mamlakat kelajagi uchun strategik ahamiyatga ega bo'lib, O'zbekiston bu masalalar yechimida yetakchi mavqega ega bo'lmoqda. 2025 yilning yurtimizda atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili deb e'lon qilingan. Yangi O'zbekistonda ona tabiatni asrab avaylab, ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilayotgan yuksak e'tiborning amaldagi yana bir ifodasi bo'ldi. Umuman, O'zbekiston 2030 strategiyasi doirasida mamlakatimizda Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishning barcha choralari ko'rilmoqda. Iqlim o'zgarishlari, suv va energetika sofligi, tibbiyot, ta'lim kabi 17 ta farovonlik vazifalarini qamrab olgan bu jarayonlar esa ko'p jihatdan kadrlar malakasiga bog'liq. Shu bois iqlimshunos olimlarni tayyorlash bo'yicha amaliy hamkorlikni rivojlantirish, shuningdek yoshlarni ekologik faoliyatga jalb etish maqsadida Markaziy Osiyo atrof muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti Green University tashkil etildi. Shuni aytish kerakki, O'zbekistonda deyarli bu sohani chuqur tushunadigan mutaxassislar juda ham kam edi va prezidentimiz tashabbuslari bilan O'zbekistonda Yashil universitetining tashkil etilishi bu juda ham katta qadam bo'ldi va ushbu universitetga biz dunyoning eng ilg'or bilimlarini, texnologiyalarni, yondashuvlarini olib kelib, o'zimizni mahalliy mutaxassislarni tarbiyalashga ham imkoniyat yaratmoqdamiz. Bitta so'zni aytadigan bo'lsak, hurmatli prezidentimiz imkoniyatlar, bilimlar, ilmiy yondashuvni va aytgandek yangi imkoniyatlarning evaziga O'zbekistonda shu sohada ham bir yangi yondashuvlarni, yangi imkoniyatlarni ochib beryaptilar. O'zbekiston mana yaqinda Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida yangi deklaratsiyani ham ilgari surib, u qabul qilindi. Ya'ni keyingi 10 yillik sayyoramizni yashillik darajasini ko'paytirish bo'yicha. Bunda ham prezidentimiz aynan o'sha ilmiy yondashuvni, ya'ni hududdan kelib chiqib, ularni tuprog'i, iqlim sharoitlaridan kelib chiqib, shu daraxtlarni ekish bo'yicha aniq topshiriqlar beryaptilar. Shuni alohida biz ta'kidlashimiz mumkinki, O'zbekiston hozirgi kunga kelib haqiqatan ham yetakchi davlatlardan biriga aylanmoqda. Bu borada O'zbekistonda yirik tadbirlar o'tyapti. 2 yil oldin Krik 21 tadbir o'tdi. Bundan tashqari Samarqandda ko'chib o'tuvchi hayvonlarning ko'p 14 katta anjumani bo'lib o'tdi va bu yilning ham dekabr oyida CITES ko'p 20 tadbir ham bo'lib o'tishi kutilmoqda. Shu O'zbekistonni yana bir yetakchiligini ko'rsatgan tadbirlardan biri bu Samarqand iqlim forumi. Bu ilk bor Markaziy Osiyoda bo'lib o'tgan tadbir bo'lib, bu yerda ko'plab nafaqat xalqaro tashkilotlarning rahbarlari, shu bilan birgalikda Markaziy Osiyo birinchi rahbarlari, prezidentlari va Yevropa ittifoqining birinchi rahbarlari qatnashgan holda bo'lib o'tdi. Olimlar, shu sohani yirik mutaxassislar yig'ilib, O'zbekistonda ayni iqlim o'zgarish masalalariga yechimlarni topishga harakat qildik va uni yakuni bilan Markaziy Osiyo mintaqaviy iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish strategiyasi ham ishlab chiqib tasdiqlandi. Bugun inson tabiatdan qochmoqda, urushdan emas, qurg'oqchilikdan qochmoqda, toshqindan, cho'llanishdan, issiqlik to'lqinlaridan. Ular hech qanday aybi yo'q. Ular faqat munosib sharoitda yashashni istashadi. Ekologik o'zgarishlarning yana bir salbiy ko'rinishi iqlim migratsiyasining kuchayib borayotganidir. Afsuski, ushbu yo'nalishda aniq xalqaro mexanizmlar va huquqiy baza hanuzgacha yaratilmagan. Biz bu jiddiy masalada keng xalqaro sheriklik va muvofiqlashtirilgan
siyosat yuritish bo'yicha global pakt qabul qilish tarafdorimiz. Iqlim o'zgarishi, hayotdan ko'chish muammosi. Ha, bugungi kunda millionlab insonlar endi o'z uyini emas, yashashga yaroqli iqlimni qidirmoqda. Chunki avvalgi manzillarda yashash imkoniyatlari cheklangan. Bu yangi davrning ko'rinmas migratsiyasi. Ular statistikada bor, ammo qonunlarda yo'q. Ular ko'chmoqda, ammo yo'nalishsiz. Shu bois ham davlatimiz rahbari nutqida iqlim o'zgarishi sababli kelib chiqadigan migratsiya jarayonlari xalqaro huquqda hanuzgacha aniq normalar bilan tartibga solinmaganligini ta'kidladi. Bugungi kunda 1951-yilgi Jeneva konvensiyasi faqatgina qochqinlar maqomi bilan bog'liq munosabatlarni qamrab oladi. Ammo iqlim migrantlari masalasi hech bir xalqaro shartnomada aniq belgilanmagan. O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan Global Pakt tashabbusi shu huquqiy bo'shliqni to'ldirish va xalqaro majburiyatlarning yangi turini shakllantirish zarurligini ko'rsatadi. Prezident Mirziyoyevning bu masalani u haqiqiy falokat darajasiga yetib bormasdan oldin ko'tarishi juda oqilona va uzoqni ko'zlagan qarordir. Xalqaro sheriklik va muvofiqlashtirilgan siyosat yuritish bo'yicha huquqiy asos bo'lgan Global Pakt qabul qilish tashabbusi barcha uchun birdek muhim. Chunki uning qabul qilinishi kelajakda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan fojialarning oldini olishga xizmat qiladi. Ushbu masalani Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbariga olib chiqish, yuzlab mamlakatlar bir joyga yig'ilib, qanday qilib ushbu muammoni birgalikda hal qilish mumkinligi haqida kelishib olishlari uchun imkoniyat yaratish albatta eng to'g'ri yondashuv bo'lib, bu O'zbekiston yetakchisining yuksak siyosiy irodasini namoyish etadi. Prezidentingizning iqlim o'zgarishi masalalariga alohida urg'u berishi bejiz emas. Bu avvalo O'zbekiston fuqarolarining hayoti va qadr-qimmatini yaxshilashga sodiqligini namoyon etmoqda. Iqlim o'zgarishi butun dunyoga jiddiy ta'sir ko'rsatyapti. Markaziy Osiyo esa bu jarayonlardan eng ko'p zarar ko'rayotgan hududlardan biri. Shu jihatdan prezidentning qat'iy pozitsiyasi va masalani hal etishga intilishi e'tirofga loyiq. 2025-yil atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili deb belgilanganligi ham bejiz emas. Iqlim o'zgarishi bu xavf, migratsiya esa unga javob sifatida yuz beradi. Agar migratsiya xavfsiz, tartibli va yaxshi tashkil etilgan bo'lsa, odamlar iqlim o'zgarishiga moslashish imkoniga ega bo'ladi. Odamlar sharoit taqozosiga ko'ra ko'chadi. O'zbekistonda ham harorat ko'tarilishi qishloq xo'jaligiga allaqachon salbiy ta'sir ko'rsata boshladi. Tadqiqotlarimiz shuni ifodaladiki, odamlar qishloqlardan shaharlarga ko'chib o'tishni boshlagan. Agar bu jarayon to'g'ri yo'lga qo'yilsa, ularga yordam ko'rsatilsa, imkoniyat sifatida qaralishi mumkin. Bu borada O'zbekistonda tizimli ishlar amalga oshirilayotgani e'tiborga sazovor. Hozirgi kundagi muhim vazifa yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va fuqarolarni iqlimga mos kasb-hunar va turmush tarziga o'rgatish. Markaziy Osiyo davlatlari O'zbekiston yetakchiligida iqlim va migratsiya masalalarida hamkorlik qilish uchun katta salohiyatga ega. Shaharlar tomon oqib kelayotgan migratsiya, bunday demografik o'zgarish umid harakati aslida. Yangi hayot izlash, yashashga haq so'rash harakati. Bu iqlimning chegara bilmas ta'siridir. Endi bu muammo xalqaro miqyosda keng o'rganiladi. Xuddiki chegara bilmayotgan iqlim o'zgarishlari kabi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining hisob-kitoblariga ko'ra 2050-yilda iqlimiy migrantlarning umumiy soni 216 million kishini tashkil etar ekan. Afsuski, Markaziy Osiyo mintaqasini ham bunday holat chetlab o'tayotgani yo'q. Bizni hisob-kitobimizga ko'ra 2040-yilga borib, Markaziy Osiyoda iqlimiy migrantlarning umumiy soni 2.400.000 kishini tashkil etar ekan. Ko'z oldimizga keltiraylik. Aynan prezidentimizni mazkur masala bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotida aynan iqlim migratsiyasini, muammosini ko'targanlari ham bu faqatgina bizga yoki mintaqaga emas, balki butun dunyoga bog'liq ekanligini dalolat qiladi. Bugungi dunyoda ekologik muammolarni faqat bir mamlakat yoki mintaqada hal etib bo'lmaydi. Bu global hamkorlik va o'z o'rnida javobgarlikni talab etadigan umum insoniy vazifadir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkilotining 80-sessiyasidagi nutqi ana shu umumiy mas'uliyatni zimmaga olish, amaliy yechimlar taklif etish va xalqaro huquqiy tizimda yangi yo'l ochishga
chaqiriqdir. Bu borada dunyo yetakchilarini hamjihatlikka va birdamlikka chorlagan tashabbuslar va aniq yechimlarga asoslangan takliflarda suv resurslaridan oqilona foydalanish, iqlim migratsiyasi uchun huquqiy mexanizmlar yaratish va Orolbo'yini tiklashda yangi harakatlar o'z ifodasini topgan. Bu avvalo inson qadrini yuksaltirish, uning munosib hayot sharoitlarida yashashini ta'minlash maqsadi. Ona xalqimiz, kelgusi avlodlarimiz oldidagi burchga sodiqlikning dalolatidir.